O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi huzuridagi Vaqf xayriya jamoat fondining Sirdaryo viloyati filiali tomonidan navbatdagi xayriya aksiyasi tashkil etildi. Xayriya aksiyasi davomida viloyatning turli hududlarida istiqomat qilayotgan ehtiyojmand oilalar ham e'tibordan chetda qolmadi. 100 nafardan ortiq xonadonga oziq-ovqat jamlanmalari yetkazilib, ularning holidan xabar olindi. Ezgu tadbir doirasida Yangi shahridagi nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ayollar g'amxo'rlik markaziga tashrif buyurilib, markazdagi opa-singillar holidan xabar olindi. Mazkur markaz xotin-qizlarning ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyatdagi faolligini oshirish hamda hayotda munosib o'rin egallashiga ko'maklashishga qaratilgan faoliyati bilan ahamiyat kasb etadi. Tashrif davomida ularga oziq-ovqat mahsulotlari hamda zarur ehtiyoj vositalari topshirilib, samimiy suhbat qurildi. Bizning muassasamiz 162 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, hozirgi kunda 152 nafar vasiylikka olingan nogironlik bo'lgan ayollarimiz doimiy istiqomat qilib kelishmoqda. Hukumatimiz tomonidan to'liq hamma narsa yaratib berilgan. Buning uchun avvalambor muhtaram prezidentimizga rahmat aytamiz, chunki bularda o'sha bu yerda yashab, istiqomat qilish uchun hamma sharoit yaratilgan. Undan tashqari O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi qoshidagi o'sha Vaqf xayriya fondi doimiy hamkorlikda birga ishlaymiz. Ular ham kelib, har bayramlarda o'sha yo'qlab, xabar olib, o'zlarini nima deydi, sovg'a salomlari bilan kelib yo'qlab turishadi. Rahim, Parvardigor olam, elimizni, yurtimizni doimo tinchlik, aziz vatanimizni jannat makon aylagin. Yurtimizga doimo xayr, barakalarni ziyoda aylagin. Parvardigor bu dargohda tarbiyalanayotgan barcha azizlarimizni Parvardigor bemorliklariga shifoyi ojil, shifoyi komil berib, jamiyatimizga tezda qo'shilishligida Parvardigor olam o'zing ko'makchi bo'lgan. Vaqf xayriya jamoat fondi azizlarimiz bugun mana bu dargohda o'zlarini xayriyalarini topshirdilar. Bu Vaqf xayriya jamoat fondiga ham Parvardigor ishlariga xayr barakalarni ziyoda aylab, ko'plab bunaqangi xayriyalarga bosh bo'lishliklarini nasib aylaydi. Bunday xayriya tadbirlari jamiyatda mehr-oqibat, hamjihatlik va insonparvarlik qadriyatlarini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Saxovat va muruvvatni ulug'laydigan bu kabi ezgu tashabbuslar muhtoj oilalar uchun nafaqat moddiy ko'mak, balki ularga e'tibor va dalda bo'layotgani bilan ham ahamiyatlidir.